har kuni ertalabdan bir osh qoshiqda maydalangan sig'ir urug'larini bir stakan kefirga aralashtirib yeyishni boshlang. Mana shunda sizda ozish jarayoni tezlashadi. Chunki maydalangan sig'ir urug'lari sizning oshqozoningizga tushgandan keyin tez ishadi va to'qlik hissini paydo qilishni boshlaydi. Sizda qondagi qand miqdori pasayadi, xolesteriningiz kamayadi va undan tashqari bizda bilasizlarmi, kuniga 20-30 gramm kletchatka yeyishimiz kerak bo'lsa, mana shu bir osh qoshiqdagi zig'ir urug'ini o'zida 7 gramm kletchatka bor. Bu degani o'sha sizning organizmingizda ichak faoliyatlari ham yaxshilanadi degani. Chunki kletchatkani har kuni normada yeb borsangiz, qabziyatdan ham qutulasiz, ichak faoliyati ham yaxshilanadi va albatta ozish jarayoni ham tezlashib boradi. Undan tashqari, zig'ir urug'larining tarkibida omega ham bor. Bu degani terilaringiz juda ham chiroyli bo'ladi, sochlaringiz mustahkam bo'ladi va go'zal bo'lishingizga ham sig'ir urug'lari yordam beradi. Faqat maydalanganini qatiqqa qo'shib iste'mol qilishingizni tavsiya qilaman.